Baskınımızdan gülü boğan maymun şaptılı şekillik pranikimiz. Bilgeniz var mı? Maymun şaptılı şekillik peçenemizin materyalleri. Serih may 350 gram, un 500 gram, tanfın yani un şeker 150 gram, kraxmal 50 gram, tuxum 1 tal, fıstık yağımı 50 gram. Tayyorlashni boshlab ketdik. Avval uni silib olamiz. Serih mayini silib olamiz. Tanfunni silib olamiz. Un turidagilarning hammasini bir xil silib olamiz. Buni serih may bilan elashtirib talqon holatga qilib olamiz. Endi tuxumni silib olamiz, yana elashtirib churuk xamir holatga qilib olamiz. Bu xamir churuk holatda chiqadi juma. Xamirning 3dan 1 qismini o'z tam bo'yicha ep qolamiz. Mana bu 3dan 2 qismiga keshinga o'chog'ini elishtirib yeshil holatga qilamiz. Xamirni mana bu yeshil holatga qilib oldik. Endi buni 3 bölüp alamiz. 3 bölüp öz tam xamirni arasıga elib turib yogaymiz. Men hozir shaklini ko'rsatib qo'yman. Endi men öz tam xamirni 3 bölüp alamiz. Öztem xamirini men arasıga elib olamiz. Buni yana o'xshashlam tugiltib olamiz. May qog'oziga yo'gab, buni pinshanga silib, to'ng'iltadigan yerda g'avrus to'ng'iltib olamiz juma. Bo'lmasa kesilmaydi. Bayam to'ng'iltib olgan maymun shaptil pechening xamiri to'ng'lab tayyor bo'libdi. Endi kesib shakl chiqarib olay. To'ng'lab tayyor bo'lgan xamirni mana bu shakl bo'yicha kesib lisiq tizib olamiz. Mavxil uch ketadi. Buni avval sovuqchilaymiz. Ondan qor kunjitkichilaymiz. Shuning bilan mav pechenning oq yeriga tekkizib olsak bo'ldi juma. Maymun shaptil shakllik pranikimiz bitib chiqdi. Yesingiz huzur qanamsa, siz mug'un velang.